Bugun safarga ketadigan yoki oilalarni o'z holiga tashlab qo'ygan yoki bugungi kunda hayot taqozosi bilan qaysidir muddatda oila boshlig'ining safarda bo'layotgan holatlarining natijasi farzandlarning bebosh bo'layotganligi, ayollar xiyonati, bugungi kunda oilani tubdan, tizimdan chiqib ketish holatlarini biz ko'ryapmiz bugun. Bugun eshityapmiz bugun. Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Shuning uchun bugun bu omonatni his qilib turgan holatda amallarda bardavom bo'lish, sergakroq bo'lish, nazoratda saqlash, Alloh taolodan so'rash, imkon qadar Alloh taolo yengil yo'lni berishligini Xudodan so'rashlik kerak. Shuning uchun orzu havas ortidan yugurmang. Bugun marosimlar ustida marosimlar. Bugun Alloh taolo fazl bersin. To'yni-ku to'y desak, vafot etgandan keyin ham marosimlarning keti yo'q. 3, 7, 20, 40 u masala yil sindirdi, falon bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Birodar, u narsalar yo'q. U narsalar sizni jigaringiz vafot etgan odamga zararki zarar, foyda emas. Birodar, zararligiga 100% kafolat beramiz. 100 ta sabab va misol keltira olamiz. Zarar birodar. Hammani ovora qilib 7, hammani ovora qilib erkaklar uchun 20, hammani ovora qilib erkaklarmi, ayollarmi uchun 40. Birodar, u yo'q unaqa narsa. Uni hisoblash ham kulgili. Inson vafot etgandan keyin 20 kun sanaladi oldinga. Nechta farzandi bor? 3 ta farzandi bor. 3 qadam orqaga. 17-kuniga 20 qilamiz. Birodar, maşalloh. Shunaqa dinda bormi o'zi? Mana 20 qadam oldinga nechta farzandi bor? 3 qadam orqaga. Ya'ni demak 17-kuni 20 qilish kerak bunga. Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Birodar, unaqa narsa yo'q. 40 ham, yil ham xuddi shunday. Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Vafot etgan kuniga bir tilovati Qur'on, bir xatmi Qur'on, vafot etgan birodarimizning nomiga bitta ihson bo'ldi. Odamlar ko'rmasin uni. O'tgan otamiz, o'tgan onamizning haqlariga biz 3 oylik Qur'on va tajvid kursiga yozilinib, mana mardu maydonlar bor-ku, mana qalbi kuyadiganlar, ota-onasi uchun jonini fido qilayotganlar, ihsondan yo moddiy ta'minotdan qochmaydiganlar. Yo'q, domla biz qilmasak bo'lmaydi, odamlar gap qiladi, biz o'g'il bo'lib, erkak bo'lib, oila boshlig'i bo'lib qilmasak bo'lmaydi deb mardu maydonga chiqadiganlar. Mana o'g'il bo'lib Qur'on va tajvid kursiga yozilinib, Qur'onning arabiyasini o'zingiz o'qishni o'rganib, otangizning nomiga bitta xatmi Qur'on qiling mana. Kerak emas ihson berishingiz. Mana manfaat. Mana aniq savobi tegadigan amal. Sizni falonta kishiga hamma qorni to'qlarga osh berishingiz shart emas. Mana haqiqatda siz dilband bo'lsangiz, haqiqatda qalbingiz og'risa, haqiqatda u kishining oxiratlarini o'ylayotgan bo'lsangiz, mana shunday qiling. Opangiz, akangiz, singillingizni hammalarini yig'ingda Qur'onni o'qishni o'rganing. Mana bugungi kunda imkoniyat bor. Alloh fazl bersin, Alloh yaxshilik bersin. Mana bu qilinadigan ish. Alloh taolo xursand bo'ladigan ish. Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi nimani? Isrofni. Isrof Alloh taolo eng yomon ko'radigan amallardan. Bugun biz nima qilyapmiz? Aynan isrof qilyapmiz. Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhi aytadilar. Tasavvur qiling. Qaramog'ingizda farzandlar bor. Farzandlarni to'y qilishligingiz kerak. Otaning haqqi bu, uylantirib qo'yish kerak. Bisotingizda 100 dinor pul bor. Ya'ni bisotingizda $10,000 pul bor. Farzandlaringiz ham bor. Katta o'g'lingiz yoshi katta bo'lib qoldi, uni uylantirish kerak. Undan keyin uning ukasi ham bor, uning singlisi ham bor. Bisotingizdagi mana shu 100 dinor, $10,000ning hammasiga to'y qilishligingiz isrof. Ya'ni bisotingizdagi hamma pulni to'yga ishlatish isrof, birodar. Isrofga sarflangan narsa haromga sarflanganning hukmini beradi.
Bugun nima qilyapmiz? Bisotimizdagi pul ham ketyapti, yana qarz ham bo'lib qolyapmiz. Yana farzandlarimiz ham bor. Nimaga deyapmiz? Orzu havas qilish kerak. Birodar, hamma imkoniyatingizga orzu havas qilmaysiz-ku. Qolgan farzandlaringizni tarbiyasi, o'qishi, kiyinishi, davolanishi orqaga qolib ketadi-ku. Boshqa farzandlaringizga zulm bo'ladi-ku bu. Shuning uchun bisotingizdagi shu odamning hamma puliga to'y qilib yuborishligi ayni isrof deydilar Imom G'azzoliy. Bugun to'ylar masalasi bizni juda qiynab qo'ydi, birodar. To'ydan oldingi marosimlar bir nechta, to'ydan keyingi marosimlar bir nechta. Birodar, unday bo'lmaydi. Kerak emas unaqa to'ylar. To'y degani valima degani farzandingizni uylanish majburiyati degani farzandingiz uylandi endi. Mana shu uylanganini birodarlaringizga, mahallangizga oshkor qilish. Qiz taraf ham, o'g'il taraf ham bo'ldi. Demak, kimga? Mahallaning 20 ta odamiga, 30 ta odamiga, 30 ta qarindoshingizga bo'ldi, xotirjam. Va shu odamlarni to'ydan oldingi va to'ydan keyingi marosimlarga qayta chaqirishlikning hojati yo'q. Va bu isrof. Uning o'rniga farzandingizni kelajagini o'ylab, unga ilm o'rgating, uni davolating, unga sharoit yaratib bering, unga nasihat qiling, unga bir manfaatli, foyda keltiradigan narsa o'rgating. Bugun alhamdulillah, nega qalbimiz og'rinyapti? Farzandlarimizga faqat to'y qilyapmiz, tamom. Farzandimizga faqat imorat qurib beryapmiz, tamom. Faqat mashina olyapmiz, xolos. Otaning majburiyati shu deb o'ylayapti. Qizlari borlar. Qizimni to'yini zo'r qilib, sepini baqvat qilib berish bo'lyapti, tamom. Na ularda farosat, na ularda ilm, na ularda tarbiya, na ertaga farzandli bo'lgandan keyin farzand tarbiyasi, na oila, na erkak va ayolning haq-huquqi, na jamiyatga e'tibor. Yo'q, birodar, unaqa narsalar. Mana shu narsa bor bo'lganda 2025-yilda 20 mingta oila ajrashmagan bo'lardi. 20 mingta oila ajrashyapti O'zbekistonda bugungi kunda. Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Agar shu narsalar bo'lganida, tarbiya, ilm, fazilat, baraka bo'lganida edi, oilalar ajrashmasdi. Bugun internet tarmoqlarida bo'layotgan holatlar qanday? Faqat odamlar ko'rsin uchun odamlarning ko'ziga chiroyli ko'rinadigan narsalar taqdim qilinyapti. Buni nima bo'lyapti? Yoshlarimiz, o'rta yoshli insonlar, yoshi kattalar, o'g'illarimiz, qizlarimiz ko'ryapti. Demak, shunday qilinishligi kerak deb o'ylayapti, birodar. Lekin ana o'shalar ham, bizlar ham bugungi kungacha imkoniyatga erishganlarimiz otamizning orqasidan holatlar. Hali o'zimiz belimizni og'ritib bir yutuqqa erishganimiz yo'q. Ular hali yutuqqa erishgani yo'q. Lekin ular bundan ham yengilroq, bundan ham xursand bo'ladigan hayot kutishyapti. Bunday bo'lmaydi, birodar. Bir olim chiqib aytayapti. 42 yoshimga yetganimdan keyin restoranga kirib xohlagan ovqatimni buyurtma qiladigan bo'ldim, deyapti. 22 yoshda uylanganman. 42 yoshimda ayolim bilan restoranga kirib xohlagan narsani, ya'ni narx tomoniga qaramasdan o'zimizga yoqqan narsani buyurtma beradigan bo'ldik. 20 yildan keyin, birodar. Bugun turmush qurganining 2-kunidan ular narxiga qaramasdan xohlagan narsani buyurtma qilmoqchi. Hali nimani uddaladik? Qaysi yutuqqa erishdik? Farzandlarimiz hali olim bo'lgani yo'q. Farzandlarimizni hali jamiyatga manfaatli inson qilib tarbiya qilganimiz yo'q. Ularga, ayollarimizga, farzandlarimizga, bugun nevaralarimizga shuni tushuntiraylik. Siz-ku nimadir narsani qoyillatgansiz. 20 yil og'ir mehnat, farzandlarni tarbiyasi, hammasini o'qitib, hammasini uyli joyli qilib, yetuk mutaxassis darajasiga yetkazdingiz. Bugun yoshingiz ham bir joyga borib qoldi. Hali bizni yoshlarimiz, hali ukalarimiz, hali singillarimiz, hali bizlar hech narsani qoillatganimiz yo'q.
internet tarmog'idagi gullar, sayohatlar, chiroyli narsalar, mazali joylarni nafs xohlab qolyapti bugun. Mayli, alhamdulillah, Alloh fazl bersin. Lekin har bir qiyinchilik bilan topilgan narsadan keyin yengillik bor, rohat bor. Har bir mehnatdan keyin uning rohatining shirinligi bor. Har bir mashaqqatdan keyin uning natijasi go'zal bo'ladi. Farzandlarimizga, ayol qizlarimizga mana shuni o'rgatishlik juda muhim. Bugun Alloh taoloni o'zi fazl bersin. Xarajat qilishlikni emas, avval uni ishlab topishni, sindirishdan oldin uni asrashni, uni keraksizga chiqarishdan oldin kerakli joyiga qo'yishlikni biz usiz farzandlarimizga o'rgataylik bugun. Alloh fazl bersin. Shunaqangi ma'naviyat, shunaqangi tushuncha, shunaqangi fazilatni farzandlarimizga o'rgatmoqligimiz kerak. Kech bo'lgandan keyin hojati yo'q uni. Kech bo'lganda uning masalasi og'irroq bo'ladi.